Yo'li narxi hozirgi kunda granslari ko'pchilik ichkarilarni ko'rsataylik gransiyon editor. Assalomu alaykum Termoboj Katalog a'zolari, xudo xolasa bugun biz Namangan shahar Taxtiko'prikka kelganmiz. Bu yerga Zota Twist 20 kW avtomat katyol o'rnagan. Zota Twist plus o'sha yangi versiyasidan kelgan. Shuni o'rnatib berildi. Ustamiz Hasanboy aka buni o'rnatib berdilar. Assalomu alaykum Hasanboy aka, qolmay yaxshimisiz? Rahmat aka. Xudo xolasa, Xudoga shukr. 20 kW Twistdan qonni o'rnatib bo'libsiz aka. Ishga tushiryapmiz. Hozir endi pajaraturchini qo'yapman. Sizlar hozir yangisini o'sha o'rnatilyapti. Qonni bezopasli bo'ladi. Bu ham shu full varianti bo'lyapti. Niyalari ham shu yan kelgan bu yerda ko'ryapsizlar. Обратка 63, подача оборот 63, оборот 38. Topli pollar ham bor. Dimovad gaz 255. JC modelidan o'rnagan bu uzoq masofadan boshqarsa bo'ladi. Masalan, kat yo'lni birorta joyga tushunmasdan, birorta joyda bosilib ketib qolgan bo'lsa, hasamol kelmasa, uzoq masofadan to'g'rilab qo'yiladi. Hozir issiqlik haroratlardan ko'ramiz. Mana nasosdagi haroratga 45 atrofida mana 60 ketyapti. Katyol ichidan ochamiz. Bismillah. Katyolni ehtiyot bo'lamiz, ochaman. Katyol ichidagi gradus 530, 535. Hozir buning maksimal darajasi 550 ga ko'tarilgan. Bu olovda emas, boshqa narsani ko'rsatadi. O'zi asli misol 550 gradusgacha aytaylik, mana dimoxodni ko'rsating. Mana bu yerda ko'rsatingda. Mana necha ko'rsatyapti? 110. 110. Endi mana bu yerda ko'rsating mana. Bu yerda issiqlik mana 24. Aha. Ko'ryapsizmi, zavodga sendvichlikda ham ancha farqi bor mana. Sendvich bo'lmasa mana 100 ko'rsatyapti, adashmasam mana. Sendvich bo'lmasa 100 dan oshiq ko'rsatyapti, mana 150, 190 ko'rsatyapti. Ammo sendvichlikda ancha mana 22 ko'ryapsiz. Bemalol ushlab tursa bo'ladi. Bekorga aytmaymiz, sendvich qo'yiladi. Mana shu holat ko'tarishga tushgan 100%. 75 kvadrat topli pol 8 dona batareyaga ulangan. Qonni full varianti bo'lib o'rnalib, katyol ichidagi nimasiga ko'mirni ko'rsatay. Ko'mirdan ham ko'pchilik aytib, ko'mirdan ko'rsatinglar. Ko'mirlar. Chang yo'q, o'sha berolmadi. Bizda o'choq bir xil standartdagi ko'miri. Kelasi hozirgi kunda buni 1300 so'm adashmasam sotishyapti. Hasanboy shirinlari akamiz, Ibrohim Yo'ldo'r aka Namangandagi Hasanboy shirinlari bu yerda o'rnatishyapti. Xudo xolasa 100% ishga tushdi. Xonadonni ham hozir ishga kirib ko'rsataman. Apparatlar ham o'zi 60-70 ga chiqdi. Hamma yoqda issiqlik yurdi. Xonadon mana gidrokollektordan ham ro'yxatini ko'rsatib chiqaman. UPS'dan ham montaj qilib berishdi. Hasanboy UPS'dan o'zi bittani o'rnatib, mana shitlarni ham tezib berishdi. Shitlar. Shu narsani obязательно qo'yish kerak skachov. Qo'yilmasa bo'lmaydi avtomat katyolda. Bu mana gradus. Qanaqa ketib topli polni. O'tilyapti. Adachi obratga. Shularni hammasini montajini cho'g'liq qilib beradi. Bu yer o'zi bo'lgan UPS'ni montaj sheet, UPS'dan o'rnatib berdilar. Xonadonni tashqi qo'yilishi. Batareyani qayerdan qo'ysa bo'ladi aka? Shu yerlar bo'lgan. Bu tarafda o'zi hamma joy bo'lgan. Hammasida radiatorlar bor. Podachi bilan obratgani tashqaridan shu yerdan qo'ylab olib o'tib ketishdi. Shu yerlardan. Bormi bu yerda batareya? Kirsa. Bo'shmi? Shu radiatorni ko'ramiz. O'zi bo'ldi. Granslari ko'pchilik ichkarilarni ko'rsataylik gransiyon editor. Qarang bu bo'lgan. Oldin elektrический katyol ham qo'yishgan. Elektrический katyolni hozir endi ishlatilmayotgan gidrokollektor. Bu yerda topli pol yo'q, ham yerda topli pol. Topli pol ham bor ekan. Shuna holatda o'rnatilgan. Xudo xolasa hammasi ishga tushdi 100%. Hamma mashinadan qo'ylab olib o'tkazilgan, shu yerda hamma montajni tarqagan. To'g'rilab turib, tozalab, yana akkumulyator o'zini joyiga qo'yiladi. Bu bir şey. Katyolni xudo xolasa 100% ishga tushirdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh shu o'rinda ham katyollarni qilib beramiz.
garantiya qilib o'rnatib ishga tushirib beriladi. Sistema g'ajidan o'rnatib bo'lishdi. Katyo'l o'zi topshirish jarayonlarimiz qonday ham yo'q. Keyin aytaman har doim sizlarga akalar, dimoxod, zavodskiy dimoxod qo'yish kerak. Zavodskini qilib, zavodskiy dimoxod qo'yish kerak, chunki bu narsa ancha безопасный bo'ladi. Qaynonasidan o'sha bo'ladi. Issiq chiqarmaydi, kondensat bo'lmaydi. Orqa tarafdan tergidani. Keyin buni teplarni twist folderi shkassiyati 85 bo'ladi akalar. Buni teplarni ichga jo'nashadi. Bu teplarni bu yoqda mana kuldona, bu yer o'txonasi. Shu original Zota mash. Ko'pchilik Zota'da boshqa brenddan sotishdi yo'q. Original faqat Zota brend bo'ladi. Keyin shunaqa katyo'lga kelsangiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Katyo'lning narxi hozirgi kunda $4290 chiqadi. Katyo'l o'zi narxi. Alohida qo'shimcha oladigan narsalar xohlagan odam GSM model, dimoxodlarni zavodskiy qilib, mana nasoslarni masalan Zota'ning o'zi nasoslardan qilib, o'zini ehtiyojidan chiqib qo'yadigan narsalar. Katyo'lda Shinagi bunker katyo'l bo'lsin shu $4290 chiqadi. Kimga shunaqa zavodskiy original katyo'lga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Keyin yana bitta narsani aytamiz. Har doim garantiyali tovar, garantiyali servis qimmat bo'lib kelgan, sifatli bo'lib kelgan. Bir marta qo'yasizlar, shu bilan hech qanaqa muammosiz bemalol xizmat qiladi. Yo'q, yechib. Yechib oling. Televizyon var, televizyonda yarışırken bunu izleyecekler yüzler. Böyle kommentler görüşürüz. Şeyler var, marka dedi. Mesela şartlar izle. Bu sigarada 550 geçer. Xizmatga kerak bo'lsa bemalol Hasan Mo'ga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa katyo'llarning narxlarini ham aytib o'tdik. Katyo'l narxi qimmat deyishingiz mumkin. Lekin katyo'l o'zining puliga yarasha, xudo xolasa. Shu o'g'irligi ham unda 400 gradusga chiqadi katyo'lda. Oddiy metaldan bo'lmaydi. Romlangan karbonli metallardan bo'lgan. Oddiy metaldan bo'lmaydi katyo'lda. Katyo'lni shuni ko'ryapsizlar. Bu oddiy metaldan bo'lmaydi deganing sababi bu yonida bir tarafda suv, bir tarafda olov bo'ladi. Ikkitasi bir-biriga qarama-qarshi narsani o'rtada turadigan narsa. Shuning uchun buni eng sifatli Rossiyaning birjasida bu arzon narsa bo'lmaydi. Sotadigan narsalar. O'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarishyapti, lekin bundan emas. Bundan yuz boshqa narsalar. Katyo'l fonda elektr sarf soatiga 200 watt tok talab qiladi. 200 watt tok bilan ishlaydi. Juda ham tok oz tok talab qiladi. 1 kW UPS, 500 watt UPS bo'lsa bemalol yetadi. Ko'ryapsizlar katyo'lni. Masalan, ustani endi hormang aka. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh yaxshi narxda qilish harakat qilamiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, Telegram kanalimizga yozsangiz javob beriladi. Hamma katyo'llarimiz 70 kvadratli katyo'llar bor. Hammasidan chorlab beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.